Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan bir hadis bor, zikrga aloqador. Bir arobiy kelib, "Ya Rasululloh, menga bir qisqaroq duo o'rgating, qanday duo qilay, Allohga nima deb duo qilay" deganda 4 ta narsa o'rgatganlar. Allohumma g'firli warhamni wa'fu anni wastaghfirli. 4 ta duo. Allohumma g'firli, meni gunohlarimni kechirgin. Allohumma afu anni, meni afu qilgin. Allohum marzuqni, Allohim meni rizqlantirgin. Allohumma g'firli, Allohumma arhamni, menga rahim qilgin. 4 ta narsa. Aytganlarki, bu 4 ta narsa dunyo va oxiratni jamlagan duo deganlar. Qarang. Dunyoda nima kerak sizga? Ofiyat kerak. Eng katta ne'mat nima? Ofiyat. Allohumma wa'fu anni, meni afu qilgin. Yoki Allohumma afini, meni ofiyatli qilgin. Allohum ig'firli, meni gunohimni kechirgin. Dunyoda maqsad nima? Gunoh kechirish. Allohumma arzuqni, menga rizq bergin. Rizqning ichiga hammasi kiradi. Allohumma arhamni, menga rahim qilgin. Rahim qilgin, og'ir ishlarni yuklamagin bo'ynimga. Men ko'tara olmaydigan ishni yuklamaysan, bilaman. Lekin men zaifman. Menga yengilroq, imtihon bo'lmasa-da ilohiy yaxshi o'tib olsam deysiz. Qarang, 4 dona duo. Buni yodlab oling. Allohumma g'firli warhamni wa'fu anni wastaghfirli. Boshqasi bor. Allohumma g'firli warhamni wa'fu anni warzuqni. 4 ta. Bu duoni yaxshi yodlab olsangiz, har sajdadan 2 ta sajdani o'rtasi bor. Sajda qilib o'tirganingizda o'qiladi mana shu duo. Keyingi sajdadan oldin.